G'azo qalbimizning yarasi. G'azodagi qardoshlarimiz qish kelishligi bilan juda ham og'ir kunlarni boshidan o'tkazishyapti. Qishning sovug'i va yog'ingarchilik kunlari. Subhanalloh, oxirgi vaqtlarda G'azo sektorida shiddatli yomg'irlar bo'lyapti. Va yomg'irlar sababli G'azoda chodirlarda yashayotgan, urushlar sababli, bombardimonlar sababli o'z uylaridan ayrilib, og'ir sharoitlarda chodirda yashayotgan musulmonlarning holati juda ham og'irlashdi. Chunki yog'ingarchilikka sababli chodirlarni suvlar bosyapti. Ko'chalarni, mahallalarni suv bosyapti. Holat juda ham og'ir. Lekin mana bu mazlumlarga befarq bo'lmagan minglarcha aka-uka opa-singillarimiz bor. Va ular G'azodagi qardoshlar uchun qo'llaridan kelgancha mollaridan ehsonlar qilishyapti. Bizlar ham Murayya Qabdar xayriya jamoasi o'laroq G'azodagi qardoshlarimizga sizlarning ehsonlaringizni Allohning fazli va rahmati bilan ulashtirishga davom etyapmiz. Ko'rib turganinglar ushbu videoda G'azodagi qardoshlarimiz uchun bir necha birodarlarimizni mablag'larni to'plab turib, G'azodagi birodarlarimiz uchun chodirlarni o'rnatib berdik. Albatta mana bu boshpana u yerdagi qiyinchilikda yashayotgan faqir oilalar uchun uy vazifasida bo'ladi. Qishni sovuq kunlarda sovuqdan himoya qiladigan, yomg'irlarda, yog'ingarchiliklarda yomg'irdan pana bo'ladigan bir uy bo'ladi. Endi mana bu ehsonlarga qo'shilayotgan, o'z molidan ehson qilayotgan aka-ukalarimiz balki Allohning jannatlaridan uy sotib olayotgandir. Ular o'z mablag'lari bilan G'azodagi qardoshlar uchun, mazlumlar uchun, faqirlar uchun oddiygina bir chodir tikib ularni xursand qildi. Balki Alloh taolo ularni qiyomat kuni jannatdan bitta qasr bilan mukofotlab xursand qilishligi mumkin. Shu sababli biz ehson qilayotgan mollarimiz bizni ko'zimizda kichkina ko'rilmasin. Albatta har bir ehsonni Alloh taoloning huzurida mukofoti bor. Shu sababli bugun mana bu ehsondan, mana bu fursatdan foydalanib qolinadigan kun. Chunki mazlumlar, faqirlar, yetimlar ko'zimiz o'ngida qiyinchiliklarga duchor bo'lishyapti. Endi bizlar ham mana bu holatdan unumli foydalanib qolishligimiz kerak. G'azodagi qardoshlarimiz uchun molimizdan ehson qilishligimiz kerak. Va buning evaziga Alloh taoloning huzurida qancha mukofotlarga sazovor bo'lishligimiz mumkin. Agar sizlar ham ehsonkorlar karvoniga qo'shilib, G'azodagi musulmon qardoshlaringizga yordamlarni, ehsonlarni ulashtirishni istanglar, bizni aloqa manzillarimizga chiqishlar mumkin. Bizlar ham imkon qadar tezkor shaklda G'azodagi qardoshlarimiz uchun, ular uchun eng zaruriy bo'lgan narsalarni, agar chodirga mablag'imiz yetadigan bo'lsa, chodir qurib, u yerdagi oilalarni chodirga ko'chiramiz. Yoki mablag'imiz faqirlarni, mazlumlarni taomlantirishga yetadigan bo'lsa, ularni issiq taomlar tayyorlab ularga taomlarni ulashamiz. Yoki toza ichimlik suvlari, yoki u yerdagi faqir yetimlarga moddiy yordamlarni ulashamiz. Shu sababli mana bu holatdan unumli foydalanib qoling. Ehsonkorlar karvoniga qo'shiling. Allohning mukofotidan ayrilib qolmang. Alloh taolo sizlardan va bizlardan qabul qilsin. Alloh taolo G'azodagi faqirlarga, muhtojlarga, mazlumlarga yordam bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.